Do'stlar bir dilbari joni jahonim bor meni. Shatat kamerangizdan O'zimizni baxtimizga o'zimiz sog' bo'laylik. Bozorda bittasi olyapti. Siz qovoq oldingiz. Ha, rahmat. Oshqoz oldim, ko'rdingiz. 1 million 2,5 millionga oldim. 1 million 2 chiqib suqib qo'yapman. Yo bormagansizlar. O'tgan safar bordik. E'lon qilish kerak. Quyoshchalarim, biz Milad Xolidamiz. Milad Xolida hozirda zo'r chegirmalar ketyapti. 10% dan 50%gacha. Muddatda 10-dan 30-iyungacha. Ay ustozim, yugurmang. Ay bo'pti, endi yugurmang. Sizga yarashmaydi. Hozir qanday yugurasiz? iPhone 17. Ha, endi iPhone bilaman. Mayli, yaqinda 18 chiqadi. Siz boysiz. Yo. Sizga yarashmaydi shuncha odamni oldida yugurib chopqinlaysizmi? Endi u ham atalab qilmagandir. Endi unga ham kerakdir. Bekordan bekor qilmagandir. Xudoga aytdi, sizga yaqinda 18 chiqadi. Ay, 18 olasiz. Sizga yarashmaydi. Bo'lmasa manikiga syomka qilaveramiz. Siznikiga? Xullas quyoshchalar. Ha, siznikini o'g'irlab ketdi. U kimniki? Malika! Malika dedi. Hay, ustozim choping! Yuguring! Ketdik! Ay, shaftoli chiqdimi? Qarang bir pasda. Chiqdi. Rosa shirin mazasi nihoyatda zo'r. O'zi bir dona qoldi xolos. Voy, rostdan shirinmi, opa? Voy, xullas bu shaftolamiz rosa zo'r sotildi. Mazasi nihoyatda zo'r. Voy, men olmoqchi edim bu shaftolini, opa, menga urab bering. Yo'q, bu shaftolini men olib oldim o'sha. Qaysi birlaringga urab beray? Narxi 100 ming so'm. Bo'ldi, men birinchi kelganman. Menga berasiz. 150 ming beraman. Hech qanaqa bekorlarda aytibsiz, menga berasiz, men 200 ming beraman. Bo'ldi, men 220 beraman. Ura bering. Hech qanaqada men 250 ming beraman. Menga berasiz, men oldim buni. Bo'ldi. O'ring opa. Siz olavering, men boshqa narsa aylanay, bo'lmasa. Shunaqa qiling, boring, aylanib olaman. O'ring. Mana sizga. Mana, rahmat. Bo'ldi, kelib turing, havob yaxshi boring. Bor puladiga. Maza qulash naqlini sotamiz. Boring, endi xolodimdan chiqish qilib qolganini. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا في الصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك qiz bo'lmay qolgura, qiz bo'lmay qolgura. Keyinsa hammamiz mazgi qilasan-da, opa, sport zalga chiqyapman, ozmayapman deb. Ozmaysan-da bunaqa qilib molda shirinlik yeganingdan keyin. Opa, frukt to'yiga yangi shirinlik kelibdi deb yeb ko'rgim keldi-da. Yema, tufar, mana og'zingdagini tufla. Senga mumkin emas. Va'da berodingmi yemayman deb? Mumkin emas. Tufla dedim, tufla. Yeb qo'ydim mana uni. Ke mana qa. Opa, Ke, olding bo'ldi, obke. Bu qiz o'lgur biladi, nima yeyishdim. tarvuz chiqibdimi? Tarvuzmi bu rostami? Yo'q, anjir bu, ko'rmayapsanmi? Ha, tarvuz. Rosa shirin ekan mazasi. Kecha o'zim ham yeb ko'rdingiz. Nech puldan bo'lyapti kilosi? Bunimiz Bakuni tarvuzi, kilosi 50 mingdan. Muncha qimmat opa. Tavba qildim, qana klient bu, qishki kunida qo'lingda tarvuz ushlab turibsan, ananas bas. Fevral oyida o'tiribmiz asalim. Shu oyda o'zida tarvuz topilgani ham o'zi bir ne'mat. Ha, mayli, arzon bo'lsa kelarman. Ha, mayli, yozda keling-a, go'zalim. Ayni yerlarda to'kilayotganda kilosi 3 ming bo'lganda keling. O'la, o'zi bildim olmasligingni. O'zi ko'rinishidan bilinuvdi. Bekorga vaqtimi olib, mana chakagimni toldirganing qoldi. O'la, shalpayma.
Nazira opa, Instagram profilimda kimdir bor mendan boshqa. O'zim xohlamagan odamlarga podpiska bo'lib qo'yapman. Qayerdan ko'rishni o'rgataymi? Keling, shu shirinlikni ham yedirmadiz-a. O'yindan 3 ta nuqtachani bosamiz, настройкаga kiramiz. Center account. Parol и безопасностьga kiramiz. Aktivniy seansi va bu yerda mana siz akkauntingiz kelib chiqyapti. Mana qarang, shuncha odam bu profilda bor ekan. Bularni chiqarish uchun esa mana shu pastdagi qizilni bosamiz va o'zimizga notanish telefon yoki kompyuterlarda bemalol mana o'zimizga keraksiz akkauntlarda bo'lsa, shuni bosib turib bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Mana endi o'rganib oldingiz. Sotib olgan telefonlarimda ham akkauntlarim qolib ketgan. Undan qanaqa qilib chiqarib olaman? Ikkinchi sposobini bo'lsa, keyingi videolarda o'rgataman. Siz esa menga obuna bo'ling. Assalomu alaykum. Biz bekeldik. Bo'ldi, rahmat, yaxshilamanlar. Alaykum xola. Va alaykum assalom. Xola biz bekeldik. Xola? Nima? Xola ming bor uzr, lekin bekeldik. Xo'p, men qandaydir hozir aytdan ochiq ekan kirdim-ku. Qanday? Biz bekeldik, kassani yopishim kerak. Nima demoqchisan? Sani kassang orqasidan men ochiq olishim kerakmi hozir shunda? Men zavtrga bozor qilishim kerak hozir. Yopiq boshliqlarimiz ketdi, o'zim kasb bekitib hozir ketaman. Xo'jayinni chaqir tezda. Sen yangisan shekilliga, meni tanimayapsan-da. Yo'q, tanidim sizni. Chaqir boshlig'ingni, men bitta postoyanniy klientiman. Bor chaqir. Boshliq kelmaydi. Nima? Bo'ldi. Mana shu fruktoviy magaziningni endi ko'rasan, mana nima qilib bekitaman sanlar. Mana shu magazining yo'q bo'ladi endi ko'rasan. Shunday mendek sodiq klient yo'qashting sanlar. Puh sanlarga. Mana shunaqa har sohadan bir shingil o'quvchilaring bo'lsa mazzada mana uyingizga olib ketasiz deb olib ketdi. Mana qaranglar. Kimga kerak bo'lsa mana Xurshida Bekri. Mana Xurshida Bekri. Marg'ilonda nomer 1 pechonnoychilaridan Xurshida opam. Bugun Xurshida opam uchun kontent olamiz. Mana shunaqangi olmali tartaletkalarni tayyorlanish jarayonini syomka qilamiz. Uzoqlashmanglar ekrandan. Qaranglar. Mayli, mashhura sizga ham beraman. Iloji yo'q, qonnizorida. Sizga ham beraman, xavotir olmang. Mo'tillab turgan ekan. Mo'tillab turibman. Iloji yo'q. Bir yil avval men ertangi kundan qo'rqib yashardim. Qarzlar, doimiy tashvish, qanday chiqish yo'lini topishni bilmasdim, to halol yo'lni topgunimcha. Halol, shar'iy asosda. Bugun Ishonmanglar, iltimos, bu yolg'on. Meni endi eski rasmlarimni topib, shunaqa video ishlabdi, bu haromlar. Bu videoda hammasi meni rasmlarim, videolarim, lekin u yerda gapirilayotgan narsalar umuman yolg'on. Men sayohat qilaman, to'g'ri, daromad qilaman, lekin o'zimni mehnatimga, o'zimni pulimga sayohat qilaman. Men hech qanaqangi pul ko'paytirishni o'rgatmayman. Men hech qanaqangi pullarini ko'paytirib, treyderlik bilan shug'ullanmayman. Iltimos, shu videoni общий gruppalaringga, kanallaringga iltimos tashab beringlar, odamlar ogoh bo'lsin, aldanib qolmanglar, o'rtoqlar, iltimos.